Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun haftaning 5-kuni 22 mayga göre Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi dehqon bozorlarining narx-navolarni bir parcha harakat qilamiz. Videolarimizni like qilib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doimgidek Rossiyada obunachilarimiz uchun Qozog'istonga girdi chiqdi xizmatlari, gransiya xizmatlari mavjud. Ekranda nomerlar bo'lib, bemalol telefon qilib xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston yuk tashish xizmatlari ham yuklardan sifatlilarga yetkazib beradilar. Xudo xolasa bugungi yangiliklarni chiroyli videolarni sizlarga taqdim etishni harakat qilamiz do'stlar. Like qilib, qo'llab tursa, hammaga yaxshi kayfiyat. Bugungi yilimiz boshlandi do'stlar. Chiqishni boshladi. Sezon edi. Necha so'mdan bu? Kilasimi, shtuksimi? Kilasi. Kilaga. Nechada? 10 ming so'm qovla. Qovla 10 ming so'mdan. Mazasi? Ajoyib. Chotki. Az yeb ko'ramiz xudo xolasa. Tarvuz ne? Tarvuz 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Optim 6,5 ming so'm. Optim 6,5 ming so'mdan. Ajoyib. Qashqadaryo tarozi. İçe kıpkızıl. Dori pora emas. Adresini tushirib bergan. Bozorning optim tarafi. Optim tarafı o'zi Muhiddin degan balani ko'pchilikdan edi. Evvel yo'l bo'yida o'tiradi, hozir ichana girdi. Yo'lga qachon chiqamiz bu yana? Bu yana Safiya marketga bordik. Ha, bu yana chiqmaymizmi? Chiqamiz, hali 15 kunda. Hozir Safiya market yanında, ha? Safiya market yanında. Muhiddin degan. Mashina nomeri necha? 139. Telefonnami? 94 594 84 30. Telefon açsa qovun tarvuz kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarsa. Hozir yeyib ko'rib turib bahosini aytaveramiz hozir. Assalomu alaykum. Birini aldım, satıp aldım. Satıp aldım ben birini. Kesemiz hozir. Oo, tarvuzu başlandı, qovunchi başlandı yine. Ya alıp gördük, endi hozir kesip nesemiz kengdimi? Onu yeyib ko'ramiz hozir. Nani çay içinde. Nani çay içinde şu deymen desengler ya. Allah. Şunu kesediler şunu. Şu 4 etiş gerek değil de bilmem ne. Ben çakkola kesemem lakin. Farkı yok. Kavun mazalı olsa oldu. Kan bak kesin kan. Vay vay. Bismillah. Oho. Ya oho değil ki bu. Ular boshun qaplab boqqan. Niyatimiz qordan ham yig'i bor. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Degan şeylar bilan aytamiz. Ha. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi. Voy. Gelsanglar yetaverasizlar. Qovun, tarvuz. Ajoyib. Kelavergan dastlabki xizmatlar 500 kilodan ziyod bo'lsa, do'konchilar qovun, tarvuzni yetirib beramiz. Yetirib berasiz. 4 kun ichida. Bo'ldi. Telefon nomerini aytdik bemalol. Ya xudo xolasa qovun ham ketdi. 162 bakınız 300 ming so'm bo'ldi. Al savdolara bereke. Assalomu alaykum sağ ol. Yaxshimisiz? Bormi? Orzuysiz? Brend diye bala yuqoridan. Sağ ol. Neda u? Yotibmi yo? O saqbom ko'rsat ekan. Taom bo'pti-ku bu. Rasululloh Harman. Nechadan berdik? 6 mingga qo'yib berdik. 6 mingdan bo'ldi degan bugun. Bugun keladimi? Ertaga keladi. 6 mingdan ha ertaga. Ertaga ham 6 ming so'mdan aynan. Yo'q, ertangi kundan ham arzonlab keladi. Ha? Arzon bo'ladimi? Arzonlab keladi. Arzonliydam deydi. 6 mingdan deydi. Ha, endi neydi u 6 dedimi? 5,5 ga qo'ydim. 5,5 berasizmi siz? Al aynan. Bir vagon geldi. Maşallah. Ya yaz durik. Geçir neçeden yaxshi? Bu neçeden? 5,5 meni kilogram. Kilo 5,5dan. Hava. Geçir ne? 3 kilo o. 3 kilosu 10 ming so'mdan. 2,5. Ne geçti? Xaltaga 2,5 ming so'm. Çakımını patlık mantık güzel. Bo'ldi. Yaxshi, savdoga baraka. Yaxshi. Piyazlar mı yarım so'm? Pomidorlar zo'r yana. Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi pomidorlar? Ne? Kilosu necha so'm? Pomidor necha so'm? Bular 12 ming so'mdan, bular 10 ming so'mdan. Rozi, hein? Rozi. Badring ne? 4 ming so'm badring. Ajoyib pomidorlar. Chesnok necha so'm? Kızılda 12. Çiçek 20 ming so'm. 20 ming so'm. Kilosi, hein? Rahmat, savdoda baraka. Oh, tarvuz yaptık var. Bir de bor ekan ya tarvuz. Tarvuz necha so'm bo'ldi? General.
Taarruz neçəsən? Assalomu alaykum. Tamam. Neçə so'mdan bo'ldi? 7000 so'm. 7000 so'mdan kilasi. Optima 6000 so'mdan agar olib ketib sotsam desanglar. Nerniki? Surxondaryo. Surxondaryoning taarruzlari. Ajoyib. Qovunning? 18000 so'm. Qovun 8000 so'mdan kilasi bor. Ajoyib. Kelaverasiz bemalol. Boshqa do'lib turibdi. Rahmat, savdolar baraka. Qora tut kepti ne, qora tut. Necha so'm bo'ldi qora tutlar? Assalomu. 15000 so'm. Gilos ne? Gilos 45. 45000 so'm. Qulupnoyi? 30000 so'mdan qulupnoylar. Ro'jja necha so'm ro'jja? 12000 so'm. Bu Asadbek Optom'un eldinde kelaverasiz. Sipsani turi bo'lsa kelaverasiz yani bir. Kichkinalari bu ana. Assalomu alaykum. Kichkina sipsalar, kattasi, o'rtachasi, eng kattasi, eng zo'rlarini bu yoqda deklab turibdi. Necha so'mdan deyinga? 15 dan 60 ga deying. 15000 so'mdan boshlanadi, 60000 so'mga deyim bor, lekin her qaysidan 5000 qaytib beradi. 5000 qaytib beradi. Optimal odam bo'lsanglar, undan ham qaytib beradi. Optim sipsalar yozib qo'ydi, bemalol kelishingiz mumkin. Her türlüden bor. Telefon nömrəlik 95 dan 905 92 72. Telefon adresi. Ne dediniz? Bu 15000 so'mdan hangi bu? Kichkinadan. Garaj parası firmaka bo'ladi. Uydan borib ketsanglar ham bu telefon nömrəni aytib qo'yaman. Bulamam shu deyna. Assalomu alaykum bulamam. Bormi? Aleyküm Sağ ol. Tuni bu dilini görseten dileyen vakti estağfurullah da baytım kadıydı. Bu ikisinde de bu adam bilemez bu. Ayakını çözüm. Adamın eli minik göre bak. Çözsem münkelli bu muydu adam bu dilini? Ayak mı? Hı. 100.000 so'm. 100.000 so'mdan. 4'sü. 4 tanesi. Acayip. Şunda 25.000 so'mdan mı gelen? Denesi 25.000 so'mdan. Özleri saz alab alaversin. Bir ot yaksanlar kasırkısı yok olur. Zafon yok olur. İlikler. Yedikten çözüm. 65 bin so'mdan. Dile gelsek dile. 120 bin so'mdan göğüş baka. Zigiri ki? Neçe? 90 bin so'mdan. Bağır neçe so'm? 120 mi? Bağıran 120, göğüşen 120 bin so'm. Qovurgala 100 bin so'mdan. Olamam oturup düşüyor. Bana geliriz. Toyçulara her daim gidik. Ne dasturxonda yuk kelsalar? Bo'ldi. Dasturxonni o'zi yetadi. Pul kerak miydi? Bo'ldi ana. Toychilar kelaversa bemalol dasturxonni yuk kelsanglar bo'ldi. Qaytib beradilar. 3 bag'i mingdan hazırlashib turibdi bemalol. Xudo xolasa 5000 10000 qaytib beradi. Ha, so'yib beraverasiz bemalol. Qo'chqar bo'lsa-ne? Qo'chqar ham so'yib berasiz. Necha so'mdan bo'ladi endi ular? Üstünde gelişemizmi? Üstünde gelişemiz. Telefon numarı neçe? Telefon numara 91 değil. 240 Ne oldu? Benim geleverese. Savdalara bereke. Ya 185. Özü köpçülük bile de bir an tarafa öteden yedi. Rahmet savdalara bereke. Assalamu aleyküm. Erik neçe so'm oldu? 8.000 so'm kilosu he? 7 beraber 7. 7.000 so'mdan beriladi dedi. Bergi neçe berdiniz? Berdi bir Yok neçeden berdiniz? Evet satılgan. beremedim bunu sattık. Yok kağanı he? Kağan. Beraber derşik buna bak. Oldu. Kağanı sen İrak'ın neçe so'mdan bo'lasında? Mını yirisi. Bakara 6000 7000 sattık var üzüm. Hava? Dekanın özü 10.000 depem geleverdi. 6000 7000'den beremiz he? Hava gerek köprak alamaz. Köprü kasa 5000'den beremiz. Geleversin abi. Bu ha. Pomidor ne? Pomidor 12 beraber. 12.000 so'm, badring 5000 son. 5000 so'mdan. Tovuqlar ham bor ekan böyle. Hava. Domba. Neçe so'mdan? 27 28 güzel. Induku 27 28 he? Hava. Tavuğu ne? Tavuk 28 induku Tavuğu 28, induku 27. Tazalıkına Üstü karamalı. bastırılıp Buna Türk'te. karayla. Tazayla. Üstü bastırılıp Spet yine karayla. Aklıkına kara. Taza geldi anam söz. Narasta. Rahmet. Yarmar eken eldinde. Gelin. Rahmet. Savdazı bereke. Destanbek yok mu? İşte mi? 7'lik, 7,5, Bu 7000 so'mlik ekan. Bula 7,5 he? 7,5. Bula 7,5 lan. Assalomu alaykum.
7,5 ming so'mdan yine ko'raverasiz ana ishni. Nökisli, chiziqli. Lazer ne? Lazer 14'lüki bor, 13'lüki bor. Alangani Bu 14 mi? 14. Bu 14 ming so'mlik. Gürlenski. Bular 13 ming so'mdan elengen. Elengen? Elenge bu 11 ming so'm. Ha, 11 ming so'mdan. Yandaki gözel yanda. 12. Yine danalab ko'rsatdilar, yine dana. Bemalol. Optimum beraveramiz, xaltalab. Orqa tarafdan ham xaltalab turibdi. Bemalol kelaverasiz. Rahmat, savdoza baraka. Pishib yotdi bu, kelaverasizlar yeb bo'lgandan keyin deydi. Assalomu alaykum, marhamat. Nechadan bo'ldi? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan shashliki. Non choy ichinde, bemalol kelaverasiz. İccanı shunday, kuskoyni? Kuskoy yo'q, hozirda. Bemalol kelaverasiz. Ajoyib. Rahmat, savdoza baraka. Qaysi yerga keladi? 25 mi? 25 ga kelaveradi. Rahmat, savdoza baraka. Assalomu alaykum. Bir de yine kuskoylarim bor, bemalol kelaverasiz. Bunchadan bo'ldi. Bir bakamamiz. 10 ming so'm, 10 ming so'm kuskoy? Kuskoylar ham onlar. 10 ming so'mdan. Çayın nalı sausu bepul diyorlar. Nonni, choyi hammasi bor. Bog'ir necha so'mdan? Bağırlar ham 10 ming so'm. 10 ming so'mdan. Kelaverasiz. Hayal yine görün yine. Bunu şu fikrayam yok diyorlar. Bu kelaverasizlar dedi-ku. Rahmat, savdoda baraka. Ömrünüzde bereket. Evet. Bir hafta bo'ldi, chiqarganimni beshiklarni ko'pchilik bilsa kerak, Atakorbolar ham kelibdi nima o'sha. Chiroyli, qo'shira Atakorbolar. Sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Necha so'mdan? Reklama aytib beraman, reklama ana. 35lismi? Ha, 45 ming so'mdan yana o'zlarimizdan Atakorbolar. Yani yürümeyen bo'lsalar, o'zlarimiz ham shunda yurishni o'rganganmiz. Zibordab yuraveradi. Yugurib ketmaydi, tormozi o'zinde. Zavodskoy. Probek yok. Probek yok, ha? 0 probek. Paket. Beshikdan nechadan boshlaydi? 500, 400, ana yanmayanlar. Bular 500 ming so'm, ha? Bular 400 ming so'mdan. Tunis sapar bir anda reklam atıyor, şuna bir anda ötüverdim da. Oldu. Bu özlerimizi beshiklardan mesni. Hem özü içinde. Şeyler hem ya. Kadim bu iş. Teyne olan var mı? Teyne olan? Aktal'da işlenedi yine. Acayip. Bemalol. Bulan necha so'mdan endi? Değişik özü bo'lsa. Bu 400. Düvek 400 ming so'm. Düvek sumagi içinde. Bu 500. Bu 500 ming so'm. içinde. Düvek sumagi içinde. Vezaret denen hem öyle. Vezaret dini. Kışkısı, yazgısı, Hem tekesi, özü var. hemesi bu. Komple şu İyi. 800'den başlanır 1 milyon 200 1 milyon 300'e дейін baradı. Bunların arasında hiç kaçan sintifon aralashmıyor. Yok, Hakiki, yine. realni paxta bo'ladi, Sinama paxta. O'zlarimizning Yine görsatib sinama ko'p, paxta yine. yani. Yine paxtalar yine. Sinema paxta işte. Sinama paxtalardan bo'ladi. O gündüz yok. Tamam mı? Uyda Bemalol, tutuyordu bulanlar. bemalol uyga borib ko'rsanglar ham bo'ladi. Örtüki hem o'zi bor. Telefon nomerini aytib bering. 91'lik. 91lik 264 264 57 45 İlham 57 45 İlham olib telefon to'g'risi o'zlari Evet. bemalol telefon to'g'risi. Rahmat, savdoza baraka. Sağ olun. Atakorbolar ham sizdan ha? Bo'ldi. Bemalol kelaversa, İBAN'dan bor beshiklar, hammaga o'zi besh xatar bu. Endi kichkina beshiklar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Bu kichkina beshiklar necha so'mdan? Sizdanmi inga? 100 ming so'm, ha? 100 ming so'm. 120 aytib turibdi, 100 ming so'm beriladi. Atakorbolar 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan yana. Bemalol kelaversa, beshiklar har turlisi bor. Do'stlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Dehqon bozorida bo'ldi bugungi videomiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like-lar bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşguncha do'stlar.